Bu videoda lahmacun bilan juda ham zo'r tzatziki sousi retsepti bilan bo'lishaman. Tzatziki bu grecheskiy sous, oddiy masalliqlardan tayyorlanadi va men bilgan eng mazali souslardan biri. Lahmacun xamiri uchun iliq suvga shakar, zaytun yog'i, dro'jji qo'shib aralashtiramiz, keyin un va tuz qo'shib xamir qoramiz. Mazali bo'lishi uchun men ozgina kepeli undan ham qo'shdim. Yumshoq xamir qorib zuvala qilamiz va iliq joyga 1 soatga oshishga olib qo'yamiz. Sous uchun suzmadan foydalanamiz. O'zi suzmani shundoq ham yaxshi ko'raman va Добрый деревенская утром suzmasining mazasi menga juda ham yoqdi. Bizga mayda qirg'ichdan chiqazilgan bodring, ukrop va yalpiz kerak bo'ladi. Bodringni suvini siqib suzmaga solamiz. Ketidan to'g'ralgan ko'katlar, limon sedrasi va suvi, qirg'ichdan chiqazilgan chesnok va ozgina zaytun yog'i. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz va yarim soatga muzlatgichga olib qo'yamiz. Lahmacun qiymasi uchun piyoz, 2 xil bulg'or qalampir, chesnok va petrushkani juda ham mayda qilib to'g'raymiz va qiymaga solamiz. Qirg'ichdan chiqazilgan pomidor, tomat pastasi, ziravorlar va zaytun yog'ini qo'shib yaxshilab aralashtiramiz va qiyma tayyor. Qiyma shunaqa ozgina suyuqroq bo'lishi kerak. Oshgan xamirni to'rga bo'lib zuvala qilib olamiz va 10 minutga tindirib qo'yamiz. Xamirni iloji boricha yupqa yoyib, pergament ustiga joylashtiramiz va qiymamizni ustiga chiroyli qilib sovuramiz. Lahmacunni 240 gradusdagi pechga 10 daqiqaga yuboramiz. Ushbu retseptdan silida 4 ta lahmacun chiqadi. Lahmacun pishdi, uni svejiy salat, limon va sumak bilan dasturxonga tortamiz. Tzatziki sousi bo'lsa lahmacunga ideal qo'shimcha bo'ladi. To'liq retseptni har doimgidek izohlarda qoldiraman. Bu ovqatni albatta tayyorlab ko'ring va yaqinlaringiz sizni nima deb maqtashganini izohlarda yozib qoldiring.